Va nihoyat o'sha uzoq kutilgan hovuzimiz tayyor bo'ldi do'stlar. Opa, xursandmisiz? Tabriklaymiz yangi hovuzlar bilan. Ha, rahmat. Xursandman. Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar, aziz obunachilar, charchamayapsizlarmi? Sog'-omonmisizlar? Sizlar bilan har doimgidek men Hasan Himmatovman. Zo'rmisiz aka o'zi? Oxirgi ishlar bo'lyapti, ha? Do'stlar, hovuzimiz bugun bitadi, xudo xolasa. Ertaga suv so'rsa bo'ladimi? Ertaga suvni to'ldiramiz. Xudo xolasa, shu bilan ichimlik suvi bizda tayyor bo'ladi va eshikchalar qo'yilgan. Eshik qo'yilgan, shuni beton qo'yilgandan keyin ertaga shu yerda o'rib sindirib ochib olsa bo'ladi. Hovuzimiz va nihoyat bityapti. Yangiliklardan mehmonxonamiz stejkasi bo'ldimi? Assalomu alaykum. Hormaysizlar? Charchamayapsizlarmi? O, mana do'stlar. Mana yangilik sizlarga. Mehmonxonamizda stejkasi bo'ldi. Endi u xonalarga o'tishganmi deyman, hozir ko'ramiz. Chiroyli mehmonxona bo'lyapti, xudo xolasa do'stlar. Hozir stejka bo'lgandan keyin o'z boshqa ustalarni gaplashdik. Kelib shpakilovka ishlarini boshlashadi. Shpakilovka qilishadi, patolog qilishadi. Keyin shunday laminatni terib chiqib ketishadi. Xonamiz tayyor bo'ladi. Keyin gilamni to'shab, pardani ilib, bemalol opamizni ko'chirib o'tkazsak bo'laveradi do'stlar. Bu xonamiz tayyor bo'libdi, stejkasi. Xonalarni qanaqa bo'ldi ko'ramiz. Xonaning joyi tayyor bo'lib, o'zi stejka qo'yib boshlanibdi-ku. Xonamizda o'tiradigan xonasi ham boshlanib, xudo xolasa bugun tugaydi. Bu koridorcha, bu xona ikkalasi tugaydi. Ertadan tashqarini stejkasini boshlashadi. Ertaga o'zi bo'lsa kerak, tashqarimi? Tez bo'ladi. Ertaga stejka ishlari tugaydi. Indindan akalarimiz fundamentni quyib, devorga harakatni boshlashadi do'stlar. 500 ta shlaka blokimiz bor. Taxminan 1,5 ming ta shlaka blok ketsa kerak deyapman. Endi shunday bo'lsa, yana 1000 ta shlaka blok olishimiz kerak do'stlar. Qo'llab-quvvatlab podishka qilib turinglar. Shlaka blokning narxi 2800 so'mdan. Kimdir 5 ta, kimdir 10 ta, kimdir 100 taga yordam qila oladi. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab yordam qilib turinglar. Ekranda kartalar qo'yilgan. Rossiyadagilar uchun VTP kartasi ham qo'yilgan do'stlar. Qo'ldan kelgancha yordam qilib turinglar. 1000 so'mdan tashlasanglar ham u ehsonni katta kichigi yo'q. Shu oz-ozdan yig'ilib biz materiallarni olib kelib ishlarimizni davom ettiraveramiz. Muhimi ishimiz to'xtab qolmasin do'stlar. Ustakalarimiz ishni bosishyapti. Opamiz bu yoqda obedni harakatini qilyapti. Ular bitsa, o'zi ertandan montajchilar ham kelib, men bularni qo'yib bersa, rezgalarni qo'yib, shpakilovkadan oldin bo'lsa, yopilib ketadi, bir tekis bo'lib, chiroyli bo'ladi keyin do'stlar. Patologni 3 ta xonanikni ham bir xil qilmoqchimiz. Patolog bitgandan keyin baho berasizlar. Bugun stejka ishlar tugaydi. Hovuzchilar 1 soat, yarim soatda o'zi hovuzni tayyor qilib ketishadi. Hazil bilan hovuzimiz ham bitib qoldi do'stlar, qaranglar. Necha yerdan necha balandlik bo'lyapti? 60 mi? 50 dan o'tgan. 50 dan o'tyapti. Mana shu yerdan devor tushadi, devorni ichida qoladi, ikki tomonda ham soya bo'lib turadi. Hovuz ham salqingina, suvi ham. 6 tonna suv 120 ming so'm bo'ladi. Yo'q, 150 ming bo'lgan hozir. 150 ming bilan bitta to'ldiramiz, 3 oyga yetadi opamizga. 4 oyga ham yetsa kerak menimcha. Toza suv, shirin suv bo'ladi.
Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Usta akalarga hozir 1 million berib yuboramiz. Shu bilan hovuz masalasi hal bo'ladi. Uni teshdingizmi? Yo'q, yo'q. Ertaga. Ofisda tozalatadi. Erta teshiladimi? Havo chiqargan turba, yuzlik turba qo'yilgan. Eshik og'zida eshigi bilan unisi ertaga teshiladi, shifr. Keyin turba ustiga bironta setka yopib qo'yilsa, hasharotlar chang-pang tushmaydi. Xullas, ishlar avjida. Layklarni bosib, kuzatishda davom etasizlar. Tilagim boshida duo qilurman, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Ayol ona ayolni mutalar bilurman, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Tilagim boshida duo qilurman, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Ayol ona ayolni mutabar bilurman, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Suyanmakka yo'qdir dard toshi tog'i, g'amlar kelaverar yo'qdir adog'i. Bog'bonsiz qoladi gul o'sgan bog'i, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Bog'bonsiz qoladi gul o'sgan bog'i, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Yolg'iz qolmasin. Bir o'zi bo'linar ikki tomona, bir o'zi ham ota ham o'zi ona, bir o'zi bo'linar ikki tomona. Ko'zlarida yosh, qalbi g'amxona, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Ko'zlarida yosh, qalbi g'amxona, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Yolg'iz qolmasin. Farzandlar ulug'ayar kun bora-bora, farzand o'zi bilan o'zi ovora. Yolg'iz o'tiradi ona bechora, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Yo'qlab o'tar bo'lsa bir yaxshi inson, boshiga yog'ilar ming xil bo'xton. Javlon aytar bu dunyoda hech qachon, ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin. Javlon
aytar bu dünyada hiç kaçan. İlahım hiç ayal yalnız kalmasın, yalnız kalmasın, yalnız kalmasın. İlahım hiç ayal yalnız kalmasın, yalnız kalmasın. Meyvelere kıyaslap hiç kalmadı kendisi. Meyvelere kıyaslap kalmadı hiç kendisi. Ey Allah'ım Xudayimni bir sevikli bendesi. Ey Allah'ım Xudayimni bir sevikli bendesi. Ayal köngli pakize, vafadardır u bize. Sizler varsız bu dünya, güzel görüner güzel. Ayal köngli pakize, vafadardır u bize. Sizler bilen bu dünya, go'yo ki bir mucize. Baldan şirin her sözü, edep ikramlı özü. Baldan şirin her sözü. Azar dermen köngline, gülüp dursun gül yüzü. Azar dermen köngline, gülüp dursun gül yüzü. Ayal köngli pakize, vafadardır u bize. Sizler varsız bu dünya, güzel görüner güzel. Ayal köngli pakize, vafadardır u bize. Sizler bilen bu dünya, go'yo ki bir mucize. Cennet ayağınızdı astıdadır bilseniz. Baktığımıza hemişe sağ selamet yürüseniz. Cennet ayağınızdı astıdadır bilseniz. Baktığımıza hemişe sağ selamet yürüseniz. Siz cilmeyip gülseniz yürekке bular derman. Rozun bekme köngülünde kalmaydı sıra arman. Bir cilmeyip gülseniz yürekке bular derman. Kuvandыкны köngülünde kalmaydı sıra arman. Ayal köngli pakize, vafadardır u bize. Sizler varsız bu dünya, güzel görüner güzel. Ayal köngli pakize, vafadardır u bize. Sizler bilen bu dünya, go'yo ki bir mucize. Sizler bilen bu dünya, go'yo ki bir mucize.
izlab kim topdi? Mehring izlab kim topdi? Bizga baxt eshik yopdi. Armonim, armonim. Azoringdan o'lsaydim, qolmasmidi armonim. Suymasang ham sevsaydim, janonim, janonim. Yetolmayman, imkonim yo'q, yo'llar uzun bo'ldi qisqa. Muhabbatsiz o'lganim yo'q, janonim, janonim. Janonim, janonim. Sevdim desam kulgandinga, sezdirmayin kuygandinga. Meni yomon suygandinga, sarsonim, sarsonim. Sarsonim, sarsonim. Va nihoyat o'sha uzoq kutilgan hovuzimiz tayyor bo'ldi do'stlar. Opa, xursandmisiz? Tabriklaymiz yangi hovuzlar bilan. Ha, rahmat. Xursandman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana hovuzimiz ham bitdi. Biz juda ham xursandmiz. Bizni qo'llab turganlaringiz uchun rahmat. Stechkalarimiz ham hammasi bitdi. Uyimiz juda chiroyli bo'lib qoldi. Tagidagi betonlar ham hammasi juda chiroyli bo'lib, hammasi bo'ldi. Hovuzga ertaga suv solamiz-da bo'lmasa. Ertaga suv solamiz. Yangi hovuzga ertaga suv solamiz do'stlar. Bugun stechka ishlari bo'ldi, bitta ko'rsatib o'taylik. Obunachilarga ichkari 3 ta xona ham stechkasi bo'ldi do'stlar. Endi bu yoqqa hozir kirib bo'lmaydi, boya tugatib ketishdi ustalar. Zo'r bo'ldi, mana eshik bilan teng bo'lib, chiroyli bo'lib stechkasi bo'ldi. Ichkari xonamiz ham bo'ldi. Derazadan ko'rsatib o't. Chiroyli bo'ldi. Ana endi bu xonalarni stechkani ustidan shunday falgani to'shaymiz, laminat beriladi. Laminatni oxirida qilamiz, xona bitgandan keyin. Chunki shpakilovka qilinadi. Shpakilovkadan oldin qilib bo'lmaydi, rasos chiqadi. Keyin patologdan ham oldin qilib bo'lmaydi. Patolog laminat terib keyin patolog qilamiz desak, ustalar kelib lesa qo'yib, laminatni teshib qo'yishi mumkin. Shuning uchun shpakilovka bo'ladi, patolog bo'ladi, oxirida laminat teriladi do'stlar. Juda ham chiroyli, tekis standartlarga javob beradigan stechka bo'ldi. Falgani to'shab, laminat tersa bo'ladi. Bugun naливной pol qo'yish shart emas do'stlar. Xullas, juda chiroyli bo'lyapti va bitta narsani o'yladik. Hozir tashqarini stechkasini qilmasdan turib, birinchi ustakalarni hovli devorga tushirmoqchimiz. Ertadan fundament quyib, hovlini fundament aylantirib, olib, hovli devorda shlaka bloklarini terib, hovli devorni ko'tarib bo'lgandan keyin oxirida stechka qilmoqchimiz. Chunki o'shanda u hojatxonaga ketadigan yo'lakcha ham bo'ladi. Darvozadan kirib kelishdagi stechka o'sha yo'lakchasi ham bo'ladi va bu yoqda stechkasi ham. Hammasini bitta qilib oxirida stechkasini quyib yuboramiz deyapmiz do'stlar. Chunki shunaqa qilsak, hamma yo'llar ochiladi, toshlar fundament ichiga kirib ketadi, tuproq, qumlar kamayadi. Hovlimiz ancha ochilib qoladi. Oxirida stechka qo'ymoqchimiz do'stlar. Shuning uchun ertalabdan apalovkalar chaqiramiz. Apalovkalar chaqiramiz va sement chaqiramiz. Sement kerak faqat bizga hozir. Toshlar bor, toshlarni solib fundamentini aylantirib quymoqchimiz. 30 sm balandlikda bo'ladi. 10 sm ni 10 mingdan gaplashdik. Xullas fundamentni 1 metr 30 ming so'mdan gaplashdik, ustalar bilan kelishdik. Aylantiramiz, endi necha metr bo'lsa 30 ming so'mdan bo'ladi. Endi bundan bu yog'iga do'stlar moddiy tomonlama qo'llab-quvvatlab turaverasizlar, chunki bu yog'iga xarajatli ishlarimiz juda ham ko'p. Fundament qo'yishimiz kerak, 1000 ta shlaka blok olishimiz kerak. Aytganimdek, kimni nechtaga qurib yetsa do'stlar qo'llab-quvvatlab turinglar va ertaga sement olishimiz kerak va usta haqqi ham
bir 30-40 metr bo'lsa 1 million atrofida bo'lar ekan. Menimcha ertaga quyib bo'lishsa kerak fundamentini. Polni quyib bo'lishsa, ertadan keyin o'zi shlaka bloklarni terib boshlasak ham bo'ladi. 500 ta shlaka blokimiz bor. Yana 1000 ta olsak, men taxminim bo'yicha shu 1,5 mingta atrofida ketsa kerak deyapman. O'rtadan darvozaga 2,5 metr yo 3 metr darvozaga joy qoldiramiz, ochiq qoldiramiz va ikki tomonni shunaqasiga o'raymiz do'stlar. Alinur, daqiqani qalaysan o'zi? Yaxshi. Salomlashib obunachilar bilan. Assalomu alaykum obunachilar. Hammangizga rahmat. Gap yo'q. Velikni minibsanmi? Ha. Yuribdimi, yaxshimi? O'rganib qoldingmi? Oldini ko'tarib haydayapsanmi? Hali o'rganmading. Endimi? O'rgandim. O'rgandingmi oldini ko'tarishni? Yiqilib qolmaysanmi? Haydab ko'rsatasanmi hozir? Yo'q, ko'tara olmaysanmi? Uncha ko'tarolmayman. Uncha ko'tara olmaysanmi? Yaxshi o'rganaver finalgacha. Finalga hamma obunachilar kelganda oldini ko'tarib mana shu yerda haydab ko'rsatib bersam, maylimi? Mayli. Gap yo'q. Xullas do'stlar, bugungi videolarimiz mana shundan iborat bo'ldi. Stejkamiz tayyor, yangiliklardan va hovuzimiz tayyor. Agar hovuzga kimdir o'sha birinchi suvni men quyib beraman desa do'stlar, bir qo'llab-quvvatlab yuborsanglar, 150 ming so'm bo'ladi. Suv puli bir yordam qilib yuborsanglar, xudo xolasa, birinchi suvni opaga quyib bergan kishi juda katta savobga qoladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa ertangi videoda ko'rishamiz. Videoga layklarni bosinglar va kommentariyaga fikrlarni yozib qoldiringlar. Kanalda yangi bo'lganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar, pastdagi podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysanglar, sizlarga keyingi yangi qismlarimiz SMS bo'lib borib turadi va birinchilardan bo'lib ko'rasizlar, o'tkazib yormaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.